Laboratoriya ishimiz elektr o'lchov qurilmalarini tekshirish. Ishdan maqsad elektr o'lchov qurilmalarini tekshirish, elektr o'lchov qurilmalarini o'lchash va ularni o'lchash chegarasini oshirish. Elektr o'lchov qurilmalari bilan tanishadigan bo'lsak, eng birinchi elektr tokini miqdor jihatdan xarakterlaydigan tok kuchini o'lchashimiz uchun ampermetrdan foydalanamiz. Kuchlanishimizni o'lchash uchun voltmetrdan foydalanamiz. Elektr toki ikkiga bo'linadi: o'zgaruvchan tok va o'zgarmas tok. O'zgarmas tok deb vaqt o'tishi bilan elektr tokining miqdori va yo'nalishi hamda son qiymati o'zgarmasdan saqlanadi. Ularni tok kuchini o'lchash uchun ampermetr va kuchlanishi uchun voltmetr. Bu yerda o'zgarmas tokni o'lchashimizda qurilmani tagini qaraydigan bo'lsak, to'rt chiziqdan iborat. O'zgarmas tok o'lchov qurilmalari, voltmetr ham to'rt chiziqdan iborat. O'zgaruvchan tokimiz esa vaqt o'tishi bilan tokning miqdori, qiymati va yo'nalishi o'zgaradi. Endi buni tok kuchini o'lchash uchun to'lqinli ampermetr, o'zgaruvchan tok ampermetri hamda o'zgaruvchan tok voltmetridan foydalanamiz. Endi ikkalasini bir vaqtda o'lchaydigan qurilmalarimiz bu multitesterlar. Multitesterning o'zida bir vaqtning o'zida o'zgaruvchan tok voltmetri hamda o'zgarmas tok voltmetrlari mavjud. Tok kuchi o'lchishni o'zgarmas tok ampermetrlari mavjud. Endi multitesterni ishlash jarayoniga keladigan bo'lsak, multitesterda hamisha com bitta hamisha shu simda turadi, com. Agar bizga amper kerak bo'lsa, amperga yo'limizdan simimizni testerni kerakli amperga o'tirib qo'yamiz. Agar biz voltmetrlarda ishlamoqchi bo'lsak, voltini qo'yib, multitesterni voltmetr ko'rsatkichlarini o'zgartiramiz. Bu multimetr yordamida elektr tokini qarshiliklarini ham hisoblashimiz mumkin. Qarshiliklarni o'lchashimiz uchun mana bunda ohm metrlardan foydalanamiz. Demak, hozir laboratoriya ishimizda elektr o'lchov qurilmalarini o'lchash jarayoni bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, bu yerda elektr tok manbasi. Demak, bundan yana bitta multitesterimiz bor. Bu multitesterimiz yordamida masalan kuchlanishni o'lchamoqchi bo'lsak. Demak, o'zgaruvchan kuchlanish bo'lsa AC, o'zgarmas kuchlanishda ishlamoqchi bo'lsak, ingliz tilida DC qurilmasini o'zgartirib o'lchaymiz. Hozir biz o'zgaruvchan tok bilan ishlab turibmiz. AS da qo'ydim. Mana bu birliklarni o'zgartiraman 1000 birlikka. Endi bu yerda transformatordan chiqib turgan kuchlanishni o'lchab ko'rsak. Demak, kuchlanishimiz yetti voltga teng. 47. Demak, voltmetr manbaga parallellandi. U bilan kelayotgan umumiy kuchlanishni o'lchadik. U teng 47,7 volt. Endi voltmetrni o'lchash chegarasini oshirish uchun unga qo'shimcha shunt qarshiligini ketma-ket ulashimiz kerak. Buning uchun quyidagi sxemani yig'ib olishimiz kerak. O'zgaruvchan tok manbasi. Demak, voltmetr, unga qo'shimcha shunt qarshiligini ulashimiz kerak. Demak, voltmetrning o'zining ichki qarshiligi hamda shunt qarshiligi. Voltmetrni o'lchash chegarasini oshirish maqsadida. Bu yerda kelayotgan kuchlanishimiz ikkiga bo'linadi: voltmetrga hamda u shunt qarshiligiga. Umumiy kuchlanishimiz u voltmetr qarshiligi plus u shunt qarshiligini yig'indisiga teng. Bu yerda zanjirimizdagi ikkita qarshilik ketma-ket ulangan paytda Kirchhoffning ikkinchi qoidasiga ko'ra tok kuchlari bir xil. I voltmetriga, I shuntga tushuvchi
tok kuchlari bir xil. Umumiy qarshiliklarimiz esa R volt plus R shuntga teng bo'ladi. Hozir biz ishimizda 15 voltlik voltmetr yordamida hozir boyagi 47,8 voltni o'lchab olmoqchimiz. Buning uchun biz mana bunda voltmetr qo'shimcha shunt qarshiligini ketma-ket ulandi. Mana qo'shimcha shunt qarshiligi ulandi. Bir tomoni o'zi turibdi. Qo'shimcha shunt qarshiligi. Endi manbani ulaydigan bo'lsak, demak, voltmetrimiz ko'rsatkichi 10,5. Buni qo'shimcha voltmetr bilan ham ko'radigan bo'lsak, voltmetrga tushuvchi kuchlanish tushuvi 10,7. Voltmetrga tushuvchi kuchlanish tushuvi 10,7 voltga teng. Qo'shimcha shunt qarshiligini tushuvchi kuchlanish tushuvi 37 voltga teng. Shunt qarshiligiga tushuvchi kuchlanish tushuvi 37,7 voltga teng. Umumiy kuchlanishimiz bu yerda. Hozir qaytadan o'lchaymiz. Umumiy kuchlanishimiz 47,7 voltga teng. Demak, hozir bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda I voltmetrdagi tokimiz U volt bo'lingan R volt, I shuntdagimiz U shunt R shunt. Demak, shunt qarshiligini tushuvchi kuchlanishimiz 37,7. Shunt qarshiligimizni o'zi R shunt qarshiligimiz o'zi 47 kilo ohm. 47 ko'paygan 10⁻3. Ohmga o'tirsam, shunda bundagi tok kuchi 0,1 amperga teng. Demak, shuntdagi voltmetrdagi tok kuchlari va umumiy tok kuchi bir xil, 0,8 milliamper. Tok kuchlarini bildik. Endi biz shu yerdan voltmetrni ichki qarshiligini hisoblagan bo'lsak, U volt bo'lingan I volt. Voltmetrimizni ko'rsatkichi 10,7 bo'lamiz. Tok kuchimiz 0,8 milliamper, 10⁻3. Demak, shunda 13,3 kilo ohmga teng ekan. Endi biz voltmetrimizni o'lchash chegarasini qanchaga oshirganimizni bilish uchun U volt 1 plus R shunt bo'lingan R volt ifoda orqali hisoblaymiz. O'lchash chegarasini qanchaga oshganini. U bo'lingan U voltimiz N ga teng desak, N ni o'zi 1 plus R shunt bo'lingan R voltga teng. Shu yerdan o'rniga qo'yib hisoblasak, 1 plus R shunt qarshiligimiz 47 kilo ohm, voltmetrimiz qarshiligi 13,3 kilo ohm hisoblasak 4,5 ga teng ekan. Demak, bizni voltmetrimizni o'lchash chegarasi 4,5 marta oshdi. Bizni voltmetrimizni o'zi dastlabki ko'rsatkichi 15 voltga teng edi. Endi shu yerdan bu voltmetrimiz bilan ko'pi bilan 4,5 ko'paygan 15 67,5 voltgacha o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Demak, 15 voltlik voltmetrni 15 voltlik voltmetrni o'lchash chegarasini 67,5 gacha oshirdik. 67,5 gacha oshirdik. Faqat qo'shimcha shunt qarshiligi, ya'ni 47 kilo ohmni ketma-ket ulash orqali.
ishimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.